Dadam degan iflos rezilni. Sud içip türmeye taşıdı. Doktorxonaga apib qo'lini urdi. Nurg'un pul ketdi. Nurg'un aqsat ketdi. Dadam har bir ko'sa tillaydi, shunchalik tillaydi. İşte bir mezgil yetib doktorxonadan chiqdi. Apamga dedim, "Apa ajrashib ketdi. Biz ayrim turaylik. Bundaq maraz jo'yitdan neri turaylik. Agar shu kuni men bo'lmagan bo'lsam, shu kuni men chaqqan chiqmagan bo'lsam, balkim enim yoki siz o'lib ketgan bo'lardingiz." dedim. "Ya qizim, bu meni ikkinchi turmushim. Chidayman, dadangiz odam bo'ldi. Dadangiz balki o'sha ishdan keyin ibrat elib cho'chishi mumkin" dedi. "Yo'q, dadam undaq ibrat oladigan, qo'rqib cho'chiydigan odam emas. Ajrashib ketgan" dedim. Shundaq men nima uylanayotganimni xiyolib qolgan. Turmush pul olatdim. Gerçi çıqtapmasam o'zimning ojidan har holda chiqdi. Bo'lib qolgan. Turmush pulimning yerimini ko'parakini opamga berdim. Opam ancha-muncha enim maqsadini qiladi. Chunki dadam oldinqidek işte buzuq xotinlar pul xashigan bilan bu esil sifat oyuzlik opam pul tutqazmadi. Xuddi meni opam qilgandek qiladi. Opam ajrash qilib olmadi. Shunda qilib yana bir mazgillar o'tdi. Pat dadamning tayqini yeb yuraverdi. Men qutuldim, har holda qutuldim. Ertaga chiqib ketib, kechqurun kelaman. Bu uyga bu opamni enimi desam, kelgim yo'q. Shunda bir kuni ishdan tushib keldim. Ko'chamizda shunchalik odamlar chiqib ketibdi. Uyimizning oldida shunchalik chiq odamlar bo'lib ketibdi. Yuragim bir shumliqni to'ydi. Uyga yugurib kirdim. Soqchilar bor ekan. O'yinimiz qon. Bilan paydim tushib kelgan bir meyitning tupsida, daki baqliq. Bu kim endi? Kim men bo'ldi bizning qo'rada? Beribla yıpılan aktakını qardım. O mening opam ekan. Enimning opasi. Mening opam. Necha yil beshimni silagan. Meni bu qorong'uqdan chiqishga da'vat qilgan. Menga erkinlik bergan. Menga mehr muhabbat bergan. Menga qizlarning qanday bo'lishini o'rgatgan. Opam ekan. Ayuzdek opam ekan. Sumaylanib uzun yotadi. Qon, qo'saqlar qon, atrofi qon. Qaysi qildi, kim qildi, nima bo'ldi deb vaqirib ketdim. Opa, ko'zingizni iching. Men bo'ldingiz deb opam silkib ketdi. Soqchilar, neri turing. Sabr qiling, neri turing deb meni tatdi. Aqtakini shundaqla qarab edim. Opamning qo'sqini bulduqlab chiqqan qildi. 3 yerga pichoq selib ketdi. Kim odamsiz? Meni qilmaras. İplas, hayvan sifat, aqlini topmaydigan. Dadam degan iflos rezil. Hayvonga o'xshasam, hayvonni o'gal qilmayman. Men bachchada bo'chidan chiqqan bo'lsa, kashki bunda bo'lmasdi. Har holda kuchimni yetishib qo'g'dab qoladi o'yin. Shu kuni uyda bo'lmaganimda bek pushmoq qildim. O'zimning opasidan ayrilib qolgan jonimdan kechikdim. O'chada u ochiq tuyg'uni his qilolmabdi ekanman. Ammo bu opamdan ayrilgan chog'dagi bu tuyg'u meni baqiydi. Bu ayuzlik opamni ustib qo'ydim. Kim mening beshimni silaydi? Bu opamdek ona endi menga uchirmaydi. Shunda qilib dadam degan iflos rezilni sud içip turmaga tashladi. Uzun yillik xo'rlash jinoyati. Ham shundaqla harom aralashgan tijorat. Qasdlab odam o'ldirish. Ölüm cezası azlık qilgan bu iflosga ömürlük qamoq jazosi berdi. Ömürlük. Ölümdimi beter? Çünkü qilishga loyiq odamga ömürlük jazosi berdi. Bu mu bo'pti? Bu mu bo'g'ini? O'zi o'lib tuga bo'g'imi? Uningdan o'lmaymi shundaq azobda. Shu solaqda yetib bir ömür o'lgich tassin bu azobni dedim. Bu mu bo'g'ini? Mening ikkimiz qoldi. Dadamning azroq yig'ib qo'ygan naq puli bor. Naq pulni enimga berdim. Men qamısin mayli fikr. Mushu pul bilan bir ish qilgin dedim. Bu enim kichik dadasining tog'isining uyiga ketdi. Bu jahonga patmagan dadam qafasga solandi. Bundan bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. İçimden her o'ysam nafratlandim. Bu cho'nqorga qarab, "Hey, 18 yil nishadi o'tdim. Xo'rlandim. Nurg'un azoblarim, yig'larim shahid bo'lgan hoyla. Bu qo'roq qulubni silib ustamning yeniga biroq ketdim. Ustamning do'konni noya ichiga yutdi. Ustamning yo'lishi yo'q. Bir qiz bor. Shu qiz bilan o'xshash holatda ustam bola qatorda ko'rdi. Ustamning yemayisida ustamning uyida 4 yil turdim. 4 yil
Şu apamday ajırsan dedi. Muhabbetin verdi. Analık mesuliyetini ada kıl. İşimni sildi. Meni işlemisi yok. Öz aldığınız pul çıran, ertesi gün toy kılsız, dükkan açsız, iyilik tilaysiz de maaşını omlap verdi. 4 yıl ustamның yerinde tutup. 4 yıldan keyin Ürümçiге yaxşı bolgan bir karxana öz qo'li bilan chiqib o'rinlashtirib qo'ydi. Mana bu yil 22 yoshga kirdim. Hozir shu karxonada ishlayapman. Gerçi uyum bo'lmasa o'z oldimga chiqqan ostoli pulim bor. Hozirga qadar haras ustamning qizi maktabda o'qigan bo'lg'ach, menga xat o'rgatdi. Pimalal yoza olmayman, o'qiy olmayman. Hisobot ishlarim xeyr usta. Bu hunarli qilib qo'ygan shu opam. Kız ol degan uyunish o'qish kerak, bilim bo'lish kerak, yechim bo'lgan hunar bo'lish kerak deb shu hunarga bergan opamga ko'p rahmatimni aytaman. Ko'p tashakkurimni aytaman. Mening bolaliqim shunda qorong'ulikda o'tdi. Mana mening bolaliqim. Men bu qorong'ulikdan shu opam sababli chiqqan. Agar opam bo'lmagan bo'lsa, bu hunarni uyunish fursatiga ega bo'lmagan bo'lardim. Yana nima xo'rliqlarni tatib, kimlarning qo'li qalab o'g'iydim. Ben yani ne bir güller kala boğuydum. Nelerde kıkkında sokundup yüreğe boğuydum. Tekimi tırışımın. Çokum apamla kütten yerden çıkımın. Apam boğan bolsa kollarına putuğa sürüyken buladı. Şunu oldu mu? Apamның royga atab ançımın sahabat işlerini kıp koyman. Rahmet apa. Boğan bolsa çokum öz kolum bilen siz en yaxşı görgen neslerine iplekin buladı. Lekin siz yok. Men üçün төлеген bedelleringizge har qancha qilsam rahmatim aytib tüyütüp bulamayman. Töylep bulamayman men üçün төлеген bedelleringiz. Men üçün yep ketken til tayoq ahanetleriniz, men üçün chidagan merdaşınız. Rahmat apa. Yatgan yerleriniz her vaqt güzel bo'lsin. Özümden tatsız vermeyen mehr muhabbetni, apam berishga o'rganmagan mehr muhabbetni siz berdingiz. Özümni tanıttınız. Qadr qimmatim bilan yashashni o'rgatdingiz. Rahmat. Rahmat sizga. Əsligim yox mənim aşıq günləri. Kütməyəm. Şuna qıp dostlar. Ögey apamda dadamның қолын çalып ettim degan bu hikayemiz nişet ayaqlaştı. Shunchaki yaxshi bo'lgan nodir hikoyalarimiz bor. Cho'qim meni qo'shib yurishni unutib qolma. Xayr dostlar.